Damas motoriga Spark 1.5 Porsche qo'ygani, ikkilanib yurganligi uchun maxsus video bo'ladi. Bu klientimizni birinchi motorlarga bir hafta oldin chadakli klientimiz Damaslarga Spark Porsche qo'yib bergandi. Bu ikkinchi motorni jo'natishdi. Bu Labo mashinasiniki deb jo'natishgan. Inshaalloh tayyor qilib qo'yganmiz, ko'rib turibsizlar. Ko'pchilikda ikkilanish bor. Agarda natijasi zo'r bo'lmaganda bu klientimiz ikkita motor bizga jo'natmasdilar. Bu yoqda yana bitta Damas motoriga Spark 1.5 Porsche'ni qo'yib tayyorlab berdik. İçin polirovkasini qilsa tayyor bo'ladi. Bu yoqda uchinchisi, o'zimizni servisimizda Porsche'larni bo'lsa tirib qo'yganmiz. Inshaalloh buni ham yurg'izib test qilib ko'rsatamiz deb va'da qilgandi. Cho'zilib ketdi. Cho'zilganining sababi bu klientimizni zapas motorlari bo'lganligi hisobiga chaqirsa vaqtim bo'lganda boraman dedilar, lekin tayyor qilib qo'yganmiz. Ikkilanishni hojati yo'q. Agarda natijasi zo'r bo'lmaganda bizga orqa-morqa 3 ta motor kelmasdi. Videoga like bosib, Damas bor yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar va sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, repost qilish ham esdan chiqmasin. Shunaqa foydali ma'lumotlarni berib boramiz. Hech narsa qilmaydi, yasha va cha.